الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع أعلام الشريعة الغراء جاعلها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على رسوله محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء وبعد Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes kemdu sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge dua selam yollap bolgandan keyin maqsad kesek bugün sözlemoqchi bo'lganimiz An-Nuqaya Muxtasar al-Viqaya namli kitabımızın 3. dersi taharetning sünnetleri babıga keldik. Biz bunundan ilgirki derslerde taharetning farzlari haqida to'xtalib o'tgan edik. Taharetning farzlari 4 ekanligini. Taharetning birinchi farzi yuzni yumaq, ikkinchi farzi bilakni yumaq, uchinchi farzi boshqa narsa qilmoq, to'rtinchi farzi putni ushqadan qo'shib yemoq deb shuni so'zlab o'tgan edik. Shuni tafsili so'zlab o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda bo'lsa taharetning sünnetleri hakkında to'xtalib o'tamiz. Biz ilgirki dersimizde taharetniki farz deganning qanday ibodatligini, farzning ta'rifatini nimaligini, hukmining nimaligini, vojibning ta'rifatini nimaligini, hukmining nimaligini so'zlab o'tgan edik. Endi bugungi dersimizde bo'lsa sünnet degan nima? Shuni so'zlab o'tamiz. Sünnet degan nima deganda, sünnet degan asli lug'at ma'nosi yani bir ravish, bir yo'l degan bu, yo'l, tutmagan yo'l. Endi shariatki ma'nosi shu deganda bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki dinda tutmagan yo'li sunnat deb ataladi ma'no jihatdan. Endi buniki qanday ish sunnat deb ataladi? Ma'no jihatdan bunday ekan ma'nosi. Endi bu qanday ish sunnat deb ataladi desa, sunnat degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemişe kılgan, bırak az bir vakitte kılgan iş. Yani ki yine bir kılıp düşen degende Peygamber aleyhisselam hemişe kılgan, lekin bu perez yani vacip olmagan. Bunu kılıç Kur'an-ı Kerim'den bir uçuk ayet bilen, yani ki delil-i kat'i bilen, yani ki delil-i zanni bilen bunu kılıç perez yani vacip olmagan, lekin Peygamber hemişe kılgan iş ne? Sünneh dep atılıdı. Hem de sünnet yani ağzaki sünnet kavliye, sünnet fiiliye, sünnet takririye de batırıldı. Yani Peygamber sallallahu ağızda diyen söz. İşte Peygamber sallallahu bunda kılınla, ya Peygamber sallallahu bunda kılan dep ağzaki sünnet. Peygamber sallallahu bunda diyen dep sünnet kavliye budu. Peygamber sallallahu diyen gepiga nispet berildi. Ya ki sünnet fiiliye budu. Yani Peygamber sallallahu kılgan, Peygamber sallallahu kılgan munda kılgan degan hadislardan kelgan sünnet o sünnet fiiliye buludu. Ondan keyin üçüncü xil sünnet olsa sünnet takririye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir sahabe o işini kılgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o işi inkar kılmagan. Şundan bu iş şeriatta küçük ega bo'lgan iş. Mana bu şu sünnet 3 xil buludu endi. Sünnetning nusulları. Endi sünnetning hukmi nima deganda? Sünnetning hukmi sünnetni qilguvchi qattiq savobga erishadi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetni ahya qilgandan shaytning ajri bo'ladi. Ya'ni men tashilib qolgan sunnatimdan bir sünnetni ijro qilgan odamga shaytning ajri bo'ladi degan emasman. O tashilib qolmagan sunnatni ijro qilish qancha savob bo'ladi. Sünnetning savobi intayin ko'p. Ya'ni qilguvchiga savob beriladi. Ya'ni nima deb tushuntiradi? Yusabu fa'iluha ve yestahiqqu tarikuha el-melamete vel-itab. Yani yeni bir şey desek yusabu fa'iluha ve yulamu tarikuha ve yu'atab. Anladın? Yani adamga savab beriladi, qilmagan odamga juda malamat qilinadi. Itab Allah Taola'nın tanqidiga uchraydi. Qilmagan odam. Nimiş qilmadingiz buni deydi Alloh taolo qiyomat kuni. Nimiş qilmadingiz buni? Lekin iqob yo'q. Endi vojib bilan farzni biz so'zlab o'tgan dersimiz. Farz degan nima? Dalil qat'iy bilan sabit bo'lgan hukm farz degan. Undan keyin
buni inkor qiluvchi kafir. Buni qilmovchi qattiq azob qiluvchi edi. Qattiq gunohkor edi deb tushundigan. Vojibchi deganda vojib dalili zanni bilan sabit bo'lgan hukm. Qur'oni Karimdan hadis mutawatir orqali dalil zanni bilan sabit bo'lgan hukm vojib degan. Lekin buni vojibni sabit bo'lishiga bir va'iddan bismillahirrahmanirrahim şeydi olsa, ne deganki dalil ahaddan kelgan bo'lsa, dalil ahaddan kelgan hukmga bir bu ishni qilmasang, mundaq azob qiluvchi deb shu hadisning o'zida bir nima demiskeliklar, tahdid, va'iddan demiskeliklik. Shuning bilan bu vojib qilinib qoldi. Qancha ahaddan kelgan bo'lsa, agarda nimadan chiqqan bo'lsa, Qur'oni Karimdan chiqqan bo'lsa, Qur'oni Karimning kelish jihatdan mutawatir, hadis mutawatir bo'lsa, uning da kelish jihati Rasulullohdan bizga ulinib kelish jihati qat'iy mutawatirlikning ma'nisi, ma'niga dalolat qilish jihati ma'niga dalolat qilish ehtimoli qolsa, ma'niga dalolat qilish ehtimoli qolib qolsa, shu ikki ma'noning biridan tarjih qilingan hukmning bir dalildan tarjih qilingan hukm vojib bo'ladi. Endi bunda vojibni inkor qilib, vojibni tark etgandan nima bo'ladi? Vojibni tark etgandan gunohkor bo'ladi. Buni hukmi vojibni tark etgandan gunohkor bo'ladi. Qilgan qattiq savob qilishdi. Endi sunnat bilan vojibning farqi nima deganda, sunnatni qilgan qattiq savob qilishdi, qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi. Iqob, ya'ni Alloh taolaning jazosiga duchor bo'lmaydi, lekin malomatga tegishli bo'ladi. Malomatga haqli bo'lib qoladi. Ya'ni nima ish qilmadingiz? Bunda qilgan bo'lsangiz bo'lmamdi dedi. Aytib beradi. Buni qilsak bo'lmamdi, buni deb tanqidga uchraydi Alloh taologa. Ayblish. Ya'ni demak, endi bu sunnatning ahvoli ma'lum, lekin sunnatni hamisha qilmaslik, sunnatni qilmay davomli tark etish, davomli tark etish gunohkorlik qiladi. Vojibni, sunnatni qilmaslikni tark etish, nima, davomlashtirib adam hamisha qilmayversa, bu vaqtda nima bo'ladi? Gunohkorlik, o'sha gunohkor bo'ladi. Jazo o'sha. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda atiyulloha va atiyur rasul. Allah itoat qilinglar, Allohning rasuliga itoat qilinglar degandan bir odam endi bir o'zi sabit emas, jabrash qilib emas, davomli tark etiversa, u chaqda gunohkor bo'ladi. Endi shuning uchun sunnatni bir ish qilib tark qilib qolsa, mayli nima qilib qolgan bilan hamisha tark etsa, u chaqda bu vojibni tark etgan bilan o'xshash gunohkor bo'ladi. U chaqda gunohkor bo'lgan chaqda Alloh taolo o'z rahmat bilan mag'firat qilmasa, do'zaxga ketgan gap. Shuning uchun sunnatga alohida ko'ngil bo'lish kerak. Ve sünnet deganlikning o'zi bir ishni qilmoq deganlik emas, balki sünnet degan farzning sepili. Sünnet farzga nisbatan bir shaharning sepiliga o'xshaydi. Xuddi shaharning sepili shaharni dushmandan qo'dab qolganday, sünnet farzni qo'dab turdi. Agar sünnet yo'q bo'lgandan farzga xavf kelish, farzni qilmaslik ehtimoli bor. Endi sünnet Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti adet cihetden bo'lgan sünnet, ibadet cihetden bo'lgan sünnetler ikki bo'ladi. Peygamber Aleyhisselam'ın qarshi ibadetga, har bir ibadetga loyiq, ibadetga oid ish bo'lsa, buni sunanil huda deb ataladi. Peygamber Aleyhisselam'ın qilgan ishlari agarda nimaga oid ish bo'lsa, odatga oid ish bo'lsa, bu sunani zavoid deb ataladi. Buning ikkisini hukmi shunga qarab o'xshamaydi. Sunani zavoiddan chiqqan hukm asosan mustahab hukm chiqdi. Endi mustahab deganda sabr vaqt kelgan joyda tushunib o'tamiz. Mustahab deganda mazhab sunnatni o'tiribdi. Va sunnatuhu, mana Musa ibn Rahimulloh deydi, va sunnatuhu, tahoratning sunnati al-bidayatu bit-tasmiyati, ya'ni bismillahirrohmanirrohim deb bismillah bilan boshlamoqdir. Birinchi sunnat, tahoratning birinchi sunnati bismillah bilan boshlash. Endi bu tahoratniki Allah Taalaning ismini atash degan gap, tasmiya degan. Bu ikki xil lafz degan, birisi bismillahirrohmanirrohim. Hada afdal. Yana birisi bismillahil azim, alhamdulillahi ala ni'matil islam deb yana bir var bo'lgan yana bir rivoyat. İkisini qaysidan desa yaxshi. Ve bi ghasli yadayhi ila rusughayhi thalathan. Tahoratning birinchi sunnati bismillahirrohmanirrohim bilan boshlamak ve ikki qo'lini, o'zining ikki qo'lini ikki beg'ichgacha 3 qatim yumoq bilan boshlamak. O'zining ikki qo'lini ikki beg'ichgacha 3 qatim yumoqlik bilan boshlamak. Ma'tarat ikkinchi sunnati. Endi lil mustayqizi deydi.
uyqudan uyg'ong'uchi. Ma sunnat uyqudan uyg'ong'uchi uchun. Ya'ni uyqudan uyg'ong'uchining ikki qo'lini ikki beg'ichig'icha 3 qatim yumog'liq bilan boshlamoq tahoratning ikkinchi sunnati. Bu yerda diqqat qilish tegishli ish uyqudan uyg'ongan odamniki qo'lni yuvishi sunnat degan gapdan bu qayd deb ataladi. Bu usul fiqh qoidasida qayd. Ya'ni bu yerda bu sunnatga nimani qayd qilib qo'ydi? Ikki ishni. Biri nimani qayd qildi? Uyqudan uyg'ongan odam. Ba'zi rivoyatda demdi. Nima deb uyqudan uyg'ongan odamning ikki qo'lni qachig'iga kiygizishdan burun qo'lni yuvishi deb qachig'iga kiygizishdan burun gap nima qayd qilib qistirib qo'yaylik. Bu yerda bu muxtasarda uni chiqarib o'tibdi. Hamda bu qaydni deb atalsa bu qayd ittifoqiy. Qayd degan ikki xil o'tu qarindoshlar. Bir qayd ihtiroziy, yana birisi qayd ittifoqiy. Qayd ihtiroziy degan bu bir so'zni qistirib qo'ysa, bu yerga qayd degan qayd qilish, qistirib qo'yish degan gap. Bir so'zni qistirib qo'ysa, bu so'zni qistirib qo'ygandan yeni bir so'zni chiqarib o'tishni maqsad qilgan bo'ladi. Qayd ittifoqiy degan bir so'zni qistirib qo'ysa, bu so'zni qistirib qo'yganlik yeni bir so'zni chiqarib o'tish uchun emas, balki ma so'zniki mushad bak mushu xil holatda bak ta'kidlanganligini, muhim bo'lganligini ko'rsatdi. Bu yerdagi qayd ittifoqiy. Yana nima demoqchi o'g'lim? Uyqudan uyg'ong'uchiga ham qo'lni yuvishi ta'ati sunnatmi? Uyqudan uyg'ongan odam ta'ati qo'lni yumayal olamdi desa, undaq emas. Asli tahoratniki qo'lni yuvishga tahoratning bir sharti. Nimishqa? Qo'l degan paklash asbobi. Tahoratda paklayotgan asbob vosita qo'l. Bu paklayotgan narsaning o'zining pak bo'lishi shart. Paklayotgan narsa o'zi pak bo'lmasa, qolgan narsani paklash degan eg'iz qilolmaydi tabiiyki. Hamda uyqudan uyg'onish degan gapni yerda payg'ambar alayda musannifning alayda qistirib qo'yishi birinchi mushaq hadis kelgan. Hamda biz hozir bundan hadislarni, bu haqdagi hadislarni so'zlab o'tmaymiz. Sunnat dedikmi? Payg'ambarning hadisi bor degan gap shuni kallangiz bo'lsin. Demak, men muxtasar kitob bo'lgandan vaqt uzrab ketmasin deb hadislarni asosan tilga olmaymiz. Hadislarni buniki ikkinchi mustavada, ikkinchi sinfda tabiiy dalillar bilan so'zlab o'tamiz hamda hozirdan boshlab. Chunki muxtasar bo'lgandan qisqa bir chiqim olmaydi. Endi biz tushunib qo'yamiz. Chunki sabab nima? Payg'ambar alayhisalom uyquni olganchiligi qo'ldan qachig'i sizlarni bilinglar, shu qo'lini yumay turib qachig'iga tiqmasin uyquni olgan odam degan hadis uchun birinchi. Ikkinchi bu illati nima deganda uyquni olgan odamning shu nimasi qo'lidagi nijosat bo'lishi ehtimoli ko'proq qilib qoldi. Agar qo'lida nijosat, maynat bo'lishi 100% bo'lsa, buning qo'lini yuvishi sunnat emas. Farz, paklash farz. Tushundingmi? Qo'lni yuvish farz ekan hamda. Qo'lni qalisi pokis tutdi lekin uxlab qolgan chaqda u yer bilan tutib manatlab qolish ehtimoligi bor. Uxmaydi. Manat tutqatmagan. Uxmagani shu shaklni ko'tarish uchun yuvish boshqa chaqda ovoq chig'ishdiki qo'l pokis chaqdagini yuvishdan nima alohidroq sunnat o'tu. Ta'kidliroq sunnat o'tu. Nima qilganda Machaqda uxmaydi, qo'lni pakiz emas ekan. U odam o'zining qo'lini pakiz emas ekan. Agar qo'li u odamning qo'li pakiz bo'lsa, buni yuvish mojatday, sunnat, holatdagi sunnatday kuchli emas. Lekin shu chaqda meni sunnat o'xshash. Tushundingmi gapni? Ya'ni bu qayd ittifoqiy deganlik, uyquni uyg'ongan odam ikki qo'lni yuvishi sunnat deganlikni o'zi uyquni uyg'ongan odam yumusin o'tgan degan gap chiqmaydi. Uyquni uyg'ongan odamning yuvishi bakrak muhim ekan. Demakchi, bunday maslahatni chiqardi. Xo'sh. Endi ta'rifning ikkinchi sunnati ikki qo'lni beg'ichig'icha 3 qatim yuvish bo'ldi. Uchinchi sunnati bo'lsa, as-savak, misvak selish. Chunki payg'ambar davomli har namoz o'qigan chog'da va tartag'an chog'da misvak soladi. Agar nima bo'lmasa, misvak bo'lmasa qo'lni bo'lsa mayda payg'ambar tartadi. Barmoq bilan bo'lsa misvakni o'rnida ishlatib. Tartning uchinchi sunnati. To'rtinchi sunnati va ghaslu famihi bimiyahin. O'zindagi eg'izini bimiyahin degan sular bilan yuvish. Sular bilan degani yana yangi sular bilan. Anda bir suv olgancha 3 qatim. Bir qatim suv olgancha 3 qatim yuvish emas. Balki har bir qatimni alohida bir qatim suv olib, har bir qatimni alohida bir qatim suv olib, 3 qatim suv olib yuvish degan. Bimiyah degan. Ka anfihi xuddi bunga o'xshash. Ya'ni burnini alohida 3 qatim suv olib yuvdi. Shunga o'xshash eg'izini 3 qatim alohida suvlarni yuvish
Alayda bir sünnet. Şunu ola maqanchi sünnet oldu. Birinci sünnet bismillah. İkinci kolunu yuş. Üçüncü sünnet misvak selish. Dördüncü sünnet ağzını yeni sularla yuş. Dördüncü sünnet. Beşinci sünnet burnunu yuş degan bo'ldi. Endi altıncı sünnet. Yine birga müşahede qilgan bir so'zam qarindoshlar. Ma ba'zan siz yeni sular yuş degan gapni alayda so'zlab qo'yishning sababi Şafi'i mezhebida bir qatim bir alqon söylep ağzını yuvib, burnunu yuvib. İkinci alqanda yine ağzını yuvib, burnunu yuvib. Üçüncü alqanda yine ağzını yuvib, burnunu yuvib. Bunu billah. Üç qatimdan su atı. Bu vaqtda bu hadis kelgan. Buniki delillerini, bizim mezhebinin delillerini, Şafii'nin delillerini ve Qasının kuchli ekanligini hammani biz ikkinchi sinfda so'zlab o'tamiz. Hozir eng kuchli bo'lgan dalilning hukmlarini qilamiz. Dalilni emas, hukmni bayon etib ketamiz. O'quvchilarniki qalbida tushuntirish uchun. Tadning 6. sunnati soqolni va barmoqlarni aralash. 6. sunnati soqolni va barmoqlarni aralash. Nima ish deganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam soqolni aralash degan gap sünnet degan ikmalul fard degan gapimdi. Sünnet degan gap, yani ikmalul fard fi mahalli degan gap. Yani farzning o'rnini to'liqlash, mukammallashtirish. Sünnet farzni mukammalashtirgan bir ish. Andan soqolni beşte soqolga masih qilish farz dedik, ma soqolga masih qilish farz bo'lgandan keyin bu yerda soqolni bunda arlab yuvish, soqolni arlab yuvish nima sünnet degan bo'ldi. Anladın? Çünkü masih qilish degan farzni mukammallashtirish degan gap. Asli masih deganni yuvish to'g'ri emas. Masih deganni yusuf masih olmay qoldi degan soqolga masih qilishning sababi soqolning aslisi nima? Yuzni yuvish. Soqolsiz yuzga tava. Uning aslisi, masihning aslisi nima? Masihning aslisi yuvishdan chiqqan asli. Yuzni yuvish, tukunib qolgandan keyin yuzni yuvish, ilakki tukunib qolgandan keyin likkiday masih qilishga, soqolga masih qilish o'tkilib qolgan. Nima ish masih qilish desa, masih qilish deganda chunki chach va yaga masih qilish mashru' bo'lgandan keyin, shariatda chachqa masih qilish bo'lgandan keyin ilakki soqoldagi inak yuzga ungani tuk bo'lgandan keyin tuk deganga masih qilmasganda shu farz bo'ldi degan gap. Lekin bizniki Abu Yusuf rahimahullah ya soqolni yuvish farz, soqoldagi shu yuzni tirishib qo'yadi, yuvish farz nima emas. Haliqi masih qilish emas deb bizniki mazhabda ishga bilangan. Endi xo'sh, qandarkin bo'lmasin, bu teshni yuvish degan bu. Aralash degani ichini aralab soqolni aralashning o'zi sunnat degan gap. Val asabi barmoqlarni aralashmi sunnat. Demiş Peygamber Aleyhisselam siz barmoqlaringizni dozaqning o'ti aralashdan burun barmoqlarni aralanglar degan. Endi asli bu dozaqning o'tini sizdan barmoqlarni aralashdan burun aralanglar degan gapdan nima chiqish kerak? Vojib hukm chiqish kerak bu yerda. Chunki vaid tahdid keldi. Demiş vojib hukm chiqmaydi desa, birinchi tahorat degan nima emas? Maqsud emas, tahorat edish haqiqiy maqsad emas, balki namoz o'qish maqsad. Tahorat degan vosita. Vositalarda vojib yo'q. Ya sunnat o'ti ya farz o'ti birinchi. İkincisi bu yerdagi Payg'ambar alayhisolamniki barmoqlaringlarni dozaq o'ti aralashdan burun nima qilinglar deganda, ya'ni farz demak, ya'ni chaliqamison. Agar barmoqlarni chaliqatga ishlasa, u chaqda barmoqni yuvish farz. Arasini yuvish farz, lekin bu yerdagi barmoqlarni aralash degani barmoqniki qo'lni bo'lganligi suv o'talik, lekin yine suv o'talik bo'lsa, tixin belki bir kamil mukammallashtirish uchun barmoqni aralash demakchi. Bunda jihatda sunnat tutadi, lekin agar barmoqning orasiga suv o'tmayotgan bo'lsa, u chaqda buni yuvish farz tabiiyki. Tahoratdagi 6. sunnati soqolni aralash, barmoqni aralash. 7. sunnati va taslisul ghasli degan har a'zoni 3 qatimdan yuvish. Ya'ni yumoqni demak. Ghasl degan gap, ya'ni yuyiladigan. Al-ghasl degan ism masdar, ba'zi chaqda ism masdar ism maf'ul munosabati, ya'ni maghsul va taslisul maghsul degan bo'lar. Yuyiladigan a'zolarni taslis 3 qatimdan yuvish degan bo'lar. Yoki yumoqni 3 qatim takror qilish degan mazmun. Ya'ni yumoqni, qo'lni, har bir a'zoni yuvishni 3 qatim takror qilish, 3 qatim qilish. Bu tahoratdagi 7. sunnati. Va mashu kulli ra'si marratan. Boshning hammasiga butun bir qatim masih qilish sunnat. Boshni 4dan bir masih qilish farz degan mabas. Endi boshning hammasiga bir qatim kamil masih qilish sunnah. Ya'ni
Sünnet degan ikmalun lil farz degan şeyni. Farzni mukammallaştırdı. Başdan hammasi masih qilish nima? Bir qatim masih qilish sünnet. Amma bir qatim deb qo'yishning sababi nima ish qilsa Shofiy mazhabiga 3 qatim qilsa deydi. 3 qatim. Taqa yangi so'lan deydi. Bizning mazhabda 3 qatim qilsa masala yo'q. Boshqa 3 qatim masih qilsa masala yo'q, lekin bir so'lan. Nima ish qilib bir so'lan deganda agar suni 2-3 qatim ishlasa, u joqda masih qilish degan gap, yuvish degan gapga aylanib qoldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda 5 yilga masih qilinglar dedi. Shuning uchun Xudoy masih qiling degan masih qilish kerak, yuving degan yani yuvish kerak. Masih qiling degan yani yuvib qo'ysa bo'lmaydi. Qur'oni Karim Xudoy taolo nima bu qilish kerak? Bu to'sqinni yenish kerak. Bulg'inni o'zgartirib olsak bo'lmaydi. Taradaki 8. sünneti başqa kamil bir qatim masih qilish. 9. sünneti vel uzunayni bimaihi. Şu başqa olgan suv bilan, başqa masih qilib olgan suv bilan degan, başqa suv bilan degan gap. Başqa masih qilib olgan suv bilan ikki quloqqa masih qilish. Bu 9. sünnet. Anladın? Çünkü Peygamber Aleyhisselam ikki quloqmi başdan degan hukm jihatda, yani ikki quloq başqa tava hukm jihatda. Shuning uchun nima qilamiz? Başqa olgan suv bilan ikki quloqqa masih qilgan gap. Endi bu masih qilishki nimasi? Nusxasi qanday deganda, yani ikki qo'lni shuni elab, bundan ikki qo'lni hol qo'llatib, shu yo'l bilan bosh maltaq barmog'imiz bilan va ishorat ko'rsatkich barmog'imizni ko'tarib olib, qolgan 3 barmog'imiz oxirdagi chinchilar qolgan 3 barmog'imiz bilan beshimizning oldi tarafidan, yani manglay tarafimizni keyniga tortibmiz, keyniga. Olqinimizni bunda ko'tarib olib, olqinimizni yonga tekizmay turib. Da keyniga tortib, da gardanga opirmiz. Gardanga opirib, uni keynidan keyniga yana yandib akamiz. Keyniga yandib akelishda olqinimizni ikki joshdan ikki yan tarafiga kamil tekizimiz. Tekizib, yandırıp beni şaşdan aldık akamiz. Lekin biz hozir bosh maltaq barmog'imiz bilan ko'rsatib barmog'imizni ko'tarib oldik. Bunda hurlik bor. Mushu ikki qo'lning hurligida ani quloqqa masih qilamiz. Quloqqa ikki ko'rsatib barmog'imizni quloqning tushiga tiqibmiz. Quloqniki shu kanallarni aylaymiz. Ama ikki bosh maltaq barmog'imizni quloqniki tash tarafini dag'ana silatimiz. Onun kenidan qo'limizdagi keyni tarafidagi hurlikda gardanga masih qilish mustahab, gardanga masih qilamiz, xolos. Mavnusqisi. Endi 9. sünneti başqa kamil masih qilish bir qatim. 10. sünneti vel uzunayn bimaihi. İki quloqqa masih qilish endi. Ba'zilar başqa masih qilishdan ikki quloqqa masih qilishni bir sunnat deb atadilar. Uni bir sunnat deb atagan vaqtida u chaqda 9. sünnet tutacaktım abi. 9. sünnet tutacaktım. İkisi 9 olsa ve niyet kılış. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amel bin niyet. Arkada amel niyet gibi alıktığında niyet kılış 10. sünnet tutu. Ve tertibu. Tarihte tertip bilen eliş 11. sünnet tutu. Hem de tertip bilen eliş deyen gap şu Kur'an-ı Kerim'de neske türlügen boyunca 5 tane mesela. Kur'an-ı Kerim'de yüzünü yoğunlu dedi Allah Teala. Yüzünü yuş, onun keneden bilekli yoğunlu dedi. Onun keneden bahsi kılanıldı, onun keneden yoğunlu dedi. Şu tertip boyunca. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski tertip boyunca. Düşünürüz. Vel vila'u diyen arqım arkadaş. Arqım arkadaş diyen gap yani bir azanı yine bir azanı mıqıp boğuca kurb qap boğucu yuş. Bir azanı yine bir azanı kurb qap boğuca arqım arkadaş yuvuliş diyenle vila arqım arkadaş deydi. Hem de muşu işler niyet kılış, tertip bilen eliş diyen İmam Şafii namazı perz deydi. Arqım arkadaş İmam Malik namazı de perz deydi. Başının mescidi, hemmisi mescidi kılışını İmam Ahmed bilen İmam Malik perz deydi. Demek bu hemmisi intayin mühim işler. Anladın? Hilafen, hurucul hilaf. El-hurucu minel hilafi sünnet yapıyor. Yani ihtilaptın, çıkış. Yani bir mezhep, bir işini bizim mezhepte sünnet dese, yani bir mezhepte farz dese, bunu kılış intayin mühim diye bir sünnet. Bunu kılış intayin mühim diye yapar. Şunun için bunu sünnetken kımıza gitken diye bunu çok mu kılış gerek? Hem de
qancha oldu jami demak quloqni boshqa hisob qilgan vaqtimizda 9, niyat qilish 10, tartiblanish 11 va vila aqma qilish 12 tahoratda 12 dona sunnat bor degan gap. Sunnat muakkada deb ataladi. Endi tahoratda 2 dona mustahab bor. Mustahab degan nimaligini tushuntirib beraman. Mustahab degan nima desa, mustahab degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi chaqsida qilgan. Mustahab degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi chaqlarda qilgan, ba'zi chaqlarda qilmagan. Hech bo'lmasa eng ozi Payg'ambar bir qatim bo'lsa qilgan ish. Bir qatim bo'lsa qilgan ish, lekin hamisha qilmagan. Bu ish nima deb ataladi? Mustahab deb ataladi. Mustahab deb ataladi. Ba'zi chaqda nafl deb ataladi. Nafl deb ataladi. Mustahab deb ataladi. Mandub deb ataladi. Ataluvchi gap. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki sunanil hudalardan abay usulda bu Payg'ambarniki ibodatga oid ish izlari sunanil huda deb ataladi. Odatga, urf odatga oid ish izlari sunanil zavoid deb ataladi dedik. Mustahab degan ko'pinchisi sunanil zavoiddan chiqadi. Masalan, mishada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki at-tayamun degan tahorat olganda har bir tahorat a'zolarini o'ngdan masalan 2 qo'lni yuvish desak, avval o'ng qo'lni, undan keyin so'ng qo'lni yuvish. 2 futni yuvish desak, avval o'ng futni, undan keyin so'l futni yuvish degandek masalan, o'ng tarafidan boshlashning o'zi mustahab. Nima uchun mustahab bo'ldi desa, bu Payg'ambar buniki dalili nima? Payg'ambar alayhisalom har qanday ishda o'zining o'ng tarafidan boshlashni yaxshi ko'radi. Hatto oyoq kiyishidan choch tarishini tortadigan edi, bunun dalili bo'lgan ekan. Bunun dalili Payg'ambarning odatidan chiqqan ekan, odat bo'lgan ekan, shunda mustahab. Endi mustahabniki nimaligini tushadigan hukmi nima desa, mustahabni qilgan odamga savob beriladi, qilmagan odamga gunohmi bo'lmaydi, malomatmi bo'lmaydi, itobmi bo'lmaydi, iqobmi bo'lmaydi. Itob degan ya'ni tanqidga Alloh taolo tanqidga uchramaydi, azobga uchramaydi. Qilgan odamga katta savob bu. Mustahabning hukmi mushamdi. Mustahab 10 tarafdan boshlash va mashhur raqabati degan gavdanga masih qilish. Chunki Payg'ambar ham gavdanga masih qilgan edi va Payg'ambar hamisha qilmagan hamda mana hamisha qilmaganligi uchun mustahab deb ataldi. Qilgan odamga savob bu, qilmagan odamga gunoh bo'lmaydi, tanqidga uchramaydi, malomatga uchramaydi. Demak biz hozir shuning bilan tahoratniki 12 dona, sunnati 2 dona, mustahabbisi bular 14 dona. Jimi sunnat deb ataladigan, umumiy sunnat deb ataladigan tarafni 14 so'zlab o'tgan bo'ldik. İnşallah biz dairəsidəki Allah Teala bizni düşəngili və əməl qilishni nasib qilsin. Və axir davana